Assalomu alaykum do'stlar. Musofirda yurgan aka-uka opa-singillar, Moskvada yurgan aka-uka opa-singillar. Stomatologiya xizmatlari Moskva shahrining Oktyabrskiy polye stansiyasi mana do'stlar. 7-liniyani Oktyabrskiy polye stansiyasi mana. 4-chiqish yo'lagi. 4-chiqish yo'lagida 5 minut piyoda yuradigan joy, manzilda joylashgan. TikTok, YouTube, Instagram profillarimni shapkasida tepasida nomer yozilgan. WhatsApp, Telegram, Imo nomerlar yozilgan. Imodan telefon qilamiz, navbatga yozilamiz. Har kuni dam olish kunsiz ishlaymiz. Ertalab 9 dan kechqurungi soat 19 gacha navbatga yozilamiz bolalar. Do'stlar, qish mavsumi yaqinlashyapti. Moskvada sovuq tushyapti. Tish kasalliklari hech qachon uy sharoitida davolab bo'lmaydi. Kasallangan tish o'zi yaxshi bo'lib qolmaydi. Shuning uchun stomatologiyaga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, tishingizda muammo bormi? Og'riq bezovta qilyaptimi? Tish quydirmoqchimisiz? Tishlaringiz toshga to'lib, miklaringiz qonyaptimi? Og'izda hidlanish bormi do'stlar? Davolaymiz, chorasini topamiz. Aziz do'stlar, narxlar kelishilgan narxda bo'ladi. Narxlar kelishilgan narxda faqat navbatga yozilib qo'yamiz. Kelishilgan narxda faqat kelish kerak do'stlar. Telefon qilamiz, murojaat qilamiz. Albatta o'z vaqtida davolashga harakat qilamiz. Qaytaraman do'stlar, stomatologiya Moskva shahrining 7-liniyasida Oktyabrskiy polye metrosi mana do'stlar. Oktyabrskiy polye 4-chiqish yo'lagidan chiqqaningizdan keyin 5 minut piyoda yuradigan manzil. Faqat navbatga yozilamiz. Nomerlar ishlab turadi. Sim kartalariga, Imo, WhatsApp, Telegramga telefon qilamiz. O'z vaqtida davolatamiz do'stlar. Alloh panohida bo'ling aziz musofirdagi aka-uka opa-singillar. Do'stlarga ulashib qo'yamiz, sog' bo'ling. Ishlaringizga hammangizga omad do'stlar, sog' bo'linglar. Podpiska bo'lib, podpiska qilib like bosamiz do'stlar, do'stlarga tarqatamiz. Albatta obunachilarga like kelishilgan narxda qilib beraman do'stlar. Salomat bo'lamiz do'stlar, omon bo'linglar. Sog' bo'lamiz.